O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi a'zosi, Yoshlik jurnali bosh muharriri Nurilla Chorov. Sharhlash imkoniyati beriladi va 50 ballgacha baholanadi. Muhrlangan. Ochib bersangiz. Men qo'shniga bir chelak sut olib chiqaman va shu bu o'sha yerda bemalol o'zining oila tarafidan qiynalganlarini hammasini boshlaydi. Natijada deymiz davlat O'zim qanchalik qashshoq va noma'lum kishi bo'lsam, bu vazifada kamsitilgan kabi his etarsiz. Durum qilingandan so'ng ular Abdullaning Londondagi maktabida bo'ladi. Tayyorgarlik jarayonida qanaqa kelishdi tayyorgarlik